Assalomu alaykum qadrli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan obunachilar. Mana bugun mevali ko'chatlar olami bog'dorchilik fermer xo'jaligida joylashgan yong'oq ko'chatlarini tanishtirib o'taman. Hozirda yong'oq ko'chatlarimizni 1 yoshli, 2 yoshlik ko'chatlari bor. Qolaversa, hozir ekishni imkoni bo'lmay, yeriga ekaman deb yurgan, niyat qilib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, garashok tuvaklarda ham olib qo'yganmiz. Nafaqat yong'oq, barcha turdagi mevali ko'chatlarimiz garashoklarda mevasi bilan turibdi. Hozirda yong'oq ko'chatimizni mana 1 yoshli yong'oq ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bular to'liq mevaga kirgan yong'oqlarimiz. 100% mevada desak ham bo'ladi. Har bir tupida mana meva bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Yong'oqlarda 3 turi mavjud. Hozirda yong'og'imizni X145, Xitoy X185 va ideal navlari bor hozirda. Oq mag'iz, yuqa po'chaq. Juda ham serhosil, bo'yi ham uncha katta bo'lib ketmaydi, tez hosilga kiradi. Mana ko'chatlarda mana to'liq mevani ko'rishinglar mumkin. Juda ham birinchi yil bo'lishiga qaramasdan mevani mana yaxshila solib qo'ygan. Mana ular to'liq mevada, mana har biri to'liq mevada. Kimga mana shunday tez meva kiruvchi yong'oq ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Like bosib, bizni kanalga obuna bo'lib, ko'pchilikka ushbu video manfaatli bo'lishi uchun jo'natib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Rahmat hammaga.